Assalomu alaykum kanalimizning qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi akalar, ukalar, qo'yish quvozlari, chorva quvozlari. Xudo xolasa bugun hafta kuniga payshanba 2025-yil 4-dekabr. Bugun xudo xolasa maxsus video bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli bo'lib joylashib o'tirib olasizlar. Bugun qo'y baqish sirlarini oxirigacha maxsus video qilib chiqarib beramiz. Xudo xolasa bugun chiroyli video syomkamiz bo'lib o'tadi. Kuzatishda davom etib turasizlar. Video boshidan bittadan like bosib, kommentariy yozib, kanalga podpiska bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa biz videolarimizni boshlayveramiz. Bugun qo'y baqish sirlarida mana Hoji Akbar akamizni qo'ralardamiz. Hoji Akbar, zo'msiz, charchamang. Sizga olib turibsizmi? Bugun qo'y baqishda sir sinoatlarni bir yoritib berasiz obunachilarimizga, xudo xolasa. Uy sharoitida qanday o'zim variantini baxsh o'rgatib qo'yaman aka, obunachilar. Xudo xolasa biz boshlayveramiz, ha? Boshlayveramiz. Bu nima endi bir boshdan tanishtirib o'tib ketaman. Bu pohol uyitilgan shikilga, bu suvga, oddiy suvga uyitilgan, poholagan mana. Xudo xolasa uy sharoiti arzon sifatli ular baqish sirlarini sekin yoritib boraveramiz. Bo'ldi aka. Bunga nima qo'shiladi endi hozir? Hozir pishgan makka, shipirguruq. Pishgan makka, shipirguruq mana qadrli obunachilar. Pishgani. Bu pishgani-ya suvda. Bunga tashlaymiz. Necha kilo bu? Kilosini ham aytib ketaylik. 40 kilo bo'lsa kerak. 40 kilo bor. Nechta qo'yga yetadi bu? 80 ta qo'yga beramiz aka. 80 ta qo'yga yetadi, xudo xolasa. Bir mahal bu. Ha, bir mahal. Ertalab kechqurun 2 mahal bo'ladi shunda. shunda. Bo'ladi bir kunda. Ha, bitta hashakni berib qo'yamiz, mosh qo'yadi. Ha, bitta hashak beriladi, xudo xolasa mana. Hamma jarayonlarni asta-sekinlik bilan ko'rsatib o'taveramiz, qadrli obunachilar. Qanaqa variantida poholni bir donasi 14 ming ta ko'rsatib 14 mingdan mana poholni bir donasi, qadrli obunachilar. 40 ming aka. Gap yo'q. Bittasini bir kun yo'radi 80 ta. Bittasini bir kun yo'radi 80 ta qo'yga. Yarim minut emas, kechqurunga yarim minut qilamiz. Suvga yutib beriladi. Xolos, Yarim qop kepak obunachilar. Qanaqadir savol va aliglang bo'lsa, takliflar bo'lsa kommentariy yozaverasiz. Bu kepak ekan-a? Kepak, yarim qop, bir qop kepakga 2 ga bo'lib beramiz. 2 bo'lib yeydi. Gap yo'q. Mana ertalab yarim qop kepak, poxolni yarmi, bitta presti yarmi, o qaynatilgan yemimiz necha kilo dedingiz? 40 kilo. 40 kilo ertalabga 80 ta qo'yga yetadi, xudo xolasa. Qadrli obunachilar. Videoni o'tkazmay oxirigacha kuzatib o'tasizlar. Bizda xolasa ipidan ignasigacha bugun arzon variantini uy sharoitida baqadigan obunachilarimizga tanishtirib o'tamiz. O'zi ochish oson emas. O'zi oson emas. Gap yo'q. Biz ishimiz mana shu ishni qilamiz aka. Shu ish tarqasidan shu ish tarqasidamiz aka. xohlasa biznesni boshlaganmiz. Buni Bir aralashtirish. ikkita qilib to'kib ko'ramiz har bitta qo'rog'i. Har bitta qo'rg'a ikkita taradan. Xolos hammasini hozir aralashtirilgan ekan-a buni, mana qadrli obunachilar. Obunachilar ko'rsatadi aka. Bu somonni qirqib bersa ham bo'laversa kerak-a? Ha, somon drabilga chiqarib bersa ham bo'ladi. Drabilga chiqarib qirqib. Endi biz pohol yaxshi uyda, yaxshi hazm bo'ladi, qonli. Qo'y ham ko'p, ish ko'payib ketib qoladi-da. Ish ko'payib ketadi, lekin uni pohol tez uydan narsa-da mana. Qadrli obunachilar, mana xudo xolasa. Mana qadrli obunachilar. Qo'ylarni qaranglar. Qo'y yemaslik, yemaydi degan bo'lishi obunachilar tektar chiqadi, bu bitta qo'ymay yeb qoladi. Sekin-sekin abitgacha tugaydi bu. Qo'ylar hammasi urg'ochmi bular yo qo'chqormi? Urg'och, yarishga hammasi urg'och. Mana qadrli obunachilar, xudo xolasa mana shu videomizni ko'ryapti turgan akalarimizni, ukalarimizni uyida mana shunaqa qo'chqorlar, sovliqlardan 100 bosh, 200 bosh bo'lsin, bittadan like tayamizlar endi bu mehnatga, qadrli obunachilar. Mana qo'ylar ko'ryapsiz, hammasi mingga kelyapti. hammasi ishtahasi ochilib turgan ekan-a. Buni vaqtini ham aytib o'tib ketang endi Hoji Akbar. Mana Ertalab nechida berasiz yemni? bittaman 8 da beramiz. Bugun kech qolib ketdik, siz kutib aka aytdi. Ha, bugun video syomka bo'ldi, kecha gaplashgandik. Ozgina kech qolib ketdik. Ertalab 8 da beriladi. Bittaman 8 da beriladi. Yemni oldin ham hashak-pashak yeydimi bular? Hashak yemaydi. Ha, bitta yeydi, bir mahal. Oldin yemni yeb, keyin bitta hashak yeydi. Mana qadrli obunachilar. Xudo xolasa qanaqadir savol, takliflaring bo'lsa, kommentariyada bemalol qoldiraverasizlar. Xolasa biz qo'ldan kelgancha chiroyli qilib mana Hoji Akbar ukamiz bilan video qilyapmiz mana. Qadrli obunachilar, bitta qo'raga bir taqaradan ekan-a? Negacha to'kib chiqamiz ostiga. Ikkitadanmi? Ha, ikkitadan to'kib chiqamiz. Mana bu yoqda qo'ylar bor ekan. 180 bosh qo'y deyishyapti, xudo xolasa.
80 ta, 180 ta, 80 tani o'zi, ha? 80 tani o'zi oldik aka. Kanalimiz yangita ozgina haligi nima deydi, hayajon bo'lib turibdi endi. Sen yuruz olasizlar. Xolos, mana shu qadrli obunachilarimiz obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursa, mana shunaqa Zo'r yerlarda qo'y boqish sirlarini, xudo xolasa chiroyli arzon variantlarni chiqarishda davom etamiz. Qadrli obunachilarimiz. Mana. Uy sharoitida xudo xolasa sizlar ham bu arzon variantida to'yimli, sifatli qo'y boqish haligisini o'rganib olsalaring, xudo xolasa ketaveradi. Mana oddiy poxol suvga uyutilgani, yarim qop kepak 80 ta qo'yimizga. Uni yemimiz 40 kilo ekan. Hop, qadrli obunachilar. Mana shunaqa variantidan boqaman degan obunachilarimizga xudo xolasa biz ham tilab qolamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hammani uyiga nasib qilsin, ajabba shunaqa qo'yiladi baqish. Xolos aka, hamma obunachilarning uyiga nasib qilsa aka, like bosib qoldim deydi. Aytganingiz kelsin. Qanchadan nasib qilsa aka. O'g'il qaranglar. Bitta qo'yma yeb qo'yapti obunachilar mana. Katta bo'lib qoldi deb men ham to'g'risi boshida aytib o'tib ketdim, o'sha 40 bersa bo'laveradimi deb. Qo'ylar xolasa uyitilgani uchun, yumshoq bo'lgani uchun hammasini yeb qo'yapti. Mana qadrli obunachilar, bu yoqda kattaroq uylarimiz ham bor ekan-a? Ha, kattaroq qo'ylarimiz bor. Qo'chqor shikilgan mana u. Bir donasi qo'chqor, 3 donasi urg'ochi. 3 donasi urg'ochi. Mana qo'ramizga ham e'tibor berib qolamiz. U yaqinda tushib shikilgan mana bu tomon, o sizdan ya. Ha, bari yangi qurdi aka. Necha metr bu? 13 metr. 13 metr. Orasini aytib o'tib ketaylik. Enini Bunaqasi 3 metrda, bunaqasi. 3 metrga 13 metr. Ha, 3 metr. Bayda nechta qo'y sig'adi xolasa? Bu yerga Aga bir 20 ta sig'sa, ba'zi 25 ta sig'adi. Chunki bu yerda o'g'rimiz bor-da. Ha, bayda ham o'g'irlar bor ekan mana. O'shanda o'pshi hisobda 45 ta bo'ladimi? 45 ta qo'ysak ekan. 40 ta baqoraydi aka biz. 40 ta baqsa bo'laveradi. Xotirjam men ekan. Yotib turaveradi 40 ta qo'y mana qadrli obunachilar. O'ramizni ham bir qurilishiga bir e'tibor berib qolsalar. Xudo xolasa bu haqida ham ma'lumotlar yetkazib o'tamiz hozir. Qadrli obunachilar, yemimizni oxiri, yemni oxirini mana hozir xolasa qo'ylarga to'kib qo'yamiz. Shu bilan qolgan ma'lumotlarni yetkazib o'taveramiz Hojakbar bilan. Mana. Makkasini qaranglar, qadrli obunachilar. Xolasa hamma qo'ylar yeb tashayapti, Hojakbar. Vaqtimiz bo'lsa yarim soat, 1 soatda chiqamiz. O'g'ri tugagan video qilib Xolasa vaqtga qarab chiqamiz, tugagandan keyin ham video qilaveramiz, xolasa. Hop, mana yemlarni ham berib oldik, Hojakbar. Xolasa 80 bosh qo'yimiz bor, bayda yemlarini tashadingiz. Tashadik, bo'ldi. Bular endi shu bilan qachon oziqlanadi ovqat bilan? Soat 12:30larda hashak berishni boshlaymiz. 12:30larda hashak berishni boshlaysizlar. Suvni qachon ichadi bular? Suvni hashak deb o'g'irdan keyin yarim soat uy olib yotadi, ichadi. Bu turadi, ha, sovuq tushib qolgani sababli bir mahal suv ichadi xolosda bular. bir mahal suv ichadi, to'g'ri, qadrli obunachilar. Qo'ramiz necha metr o'pshi? Mashina haqida ham ma'lumot berib o'tib ketaylik. Mana bu 20 metr edi. 20 metr 3 ta qo'ramiz. 3 ta ekan, 4 ta ekan har chekkadanmi? 20 metr uzunligi. Enigachi? Eniga 3 metr qilamiz aka biz. Eniga 3 metrdan, mana qadrli obunachilar. Nechta qo'y turibdi hozir bayda? Bu yerda, mana bu yerda 16 ta. Mana bu yerda 16 ta qadrli obunachilar. 15 tadan qilsa normalni bo'lar ekan-a? 15 dan qilsa normalni bo'ladi. 15 dan. Qo'y ko'pligi sababli joyimiz ozginaligi ekan, shunga 16 dan qilib qo'yibsizlar-a? 16 dan qilib qo'ydik aka. 15 donadan mana xolasa 20 metr uzunligi qo'rani. Mayda koridori ham bor ekan-a? Koridor bor aka. Qish kunda ham qaragan osonroq ko'ryapsizmi? Salafan to'sib qo'yishibdi mana qadrli Bir obunachilar. xildan to'sin, mana bu yerda ahvolda qish kunda salafan tortib qo'yib torib qoladi. Torib qoladi. Bayda yem hashak solgani ham, qo'yni chiqarib, olib kirgani ham bemalol joylar tashlab o'tib ketilgan. Mayda qilinma aka. Xolasa mana qadrli obunachilar, hamma narsa haqida sekin asta-sekinlik bilan ma'lumotni yetkazib o'tdik. Mana shu ukamizning mehnatiga bittadan like deb bos, kanalga obuna bo'lib, bosib turing, obunachilar qo'llab-quvvatlab turing, xudo xolasa mayda qo'zg'olon sizlarga ham nasib qilsin inshaalloh. gap yo'q. Hojakbar.
Mehnatingizdan Alloh rozi bo'lsin. Qo'zlarni qarang, hammasi quvoch qo'z jonivorlar. Qirg'izdan kelgan ekan bular. Qirg'izistonda qo'zlar o'zimiz. Qancha bo'ldi tashlaganinizga bularni? Bular 2 oy, 1 oy yo'q qoldi aka. 2 oy bir oy. Yosh oyligi qanaqa bular aytib Bular ketaylik. 6 oylik. Shunaqa atroflarda. 6 oylik. Hammasi urg'ochi. 7 oylik ham bor. Ha. Uylar qaranglar. Tergan ekansiz-a? Noyoqlardan. Hammasi bir qo'ra. Bir qo'rami? Mana jonivorlar. Enini ko'rsatib qo'ying. Mana endi 30 ta mana. Mana shu qo'zni 30 dona. Ha, mana Allohdaga. Mana ko'rib Mana bular turibsizlar. boshqalari mana. Bular boshqa partiya shekilliga. 2 partiya qo'yimiz bor bu yerda. 2 partiya qo'yib bor, 80 ta qo'ydi ichida. 40 tasi boshqa partiya, 40 tasi boshqa partiya ekan. Gap yo'q-ku. Ishlaringizga omad tilaymiz. Xudo xolasa videoga chiqib turasiz. Mana shunaqa qo'y baqish sir-sinoatlarni obunachilarimizga asta-sekinlik bilan yetkazib o'tasiz. Xudo xolasa. Obunachilar qo'llab-quvvatlab turish olsa aka, sizni ham obunachilar ko'payib ketsa aka. Gap yo'q. Ishlaringga omad tilaydi ham biz videolarimizni yakunlayveramiz. Mana shunaqa xudo xolasa videoni chiroyli qilib endi asta-sekinlik bilan chiqarib boramiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmaymiz. Qadrli obunachilar, qanaqadir fikr mulohazalaring bo'lsa, kommentariyada qoldirib o'tib ketaverasizlar. Hammalaringga Alloh chorvalaringga baraka bersin. Mana shunaqa qo'ylardan 100 bosh, 200 bosh baqish hammaga nasib qilsin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.